eski qon madaniyat uyiga umuman kelmaganlarga, umuman kelmasdan turib orqadan har xil gap tarqatadiganlarga assalomu alaykum. Qisqachasi, ko'z bilan ko'rmasdan turib bilan polachadeganlarga bag'ishlanadi. Söz boshlab o'zingcha aytishga shoshma. Tinch yotgan arslonning dumini bosma. Biz qilgan ishlarni ko'rmagan bo'lsang, gazetga bosganda so'zdan adashma. Har qancha odamni qoldirganmiz lol. Festival kvenlar shunga bir misol. Bir nima demoqchi bo'lsang sen agar, qilgan ishimizni avval ko'rib ol. Hali biz abadiy qoldiramiz iz, faxrlanar ish ko'p ko'rgan bo'lsangiz. Shu kungacha ham konsert berdik, Dehqon qishlog'ining kelajagi biz. Oblizni, rayonni yenganda bir kun, shu aytgan so'zlaring bo'ladi yakun. Bugungacha bizga lol qolgan bo'lsa, keyin ham bu xalqim bo'ladi maftun. Kamchiliklarni izlasin o'zidan, ne foyda ko'p narsa ko'rmagan ko'zdan. Biz ham bu kunda to'xtab qolmaymiz. Nodonlar tushunmay aytgan shu so'zdan. So'z boshlab o'zingcha aytishga shoshma. Tinch yotgan arslonning dumini bosma. Biz qilgan ishlarni ko'rmagan bo'lsang, gazetga bosganda so'zdan adashma. Sirtimizdan kulib, ko'ngil xushlashdan, bundaylarga chora yo'q, yoqa ushlashdan. Madaniyat uyi hech ham charchamas, xalq uchun mangu tolmay ishlashdan. Bir aytgan gapimni qilmasman takror, qiladigan ishlar hali ham ko'p bor. Afsusda qolsinlar shu gaplarimdan, barcha dushmanlaru barcha ko'ngli tor. Kamchiliklarni izlasin o'zidan, ne foyda ko'p narsa ko'rmagan ko'zdan. Biz ham bu kunda to'xtab qolmaymiz. Nodonlar tushunmay aytgan shu so'zdan. Bir aytgan gapimni qilmasman takror, qiladigan ishlar hali ham ko'p bor. Afsusda qolsinlar shu gaplarimdan, barcha dushmanlaru barcha ko'ngli tor. So'z boshlab o'zingcha aytishga shoshma. Tinch yotgan arslonning dumini bosma. Biz qilgan ishlarni ko'rmagan bo'lsang, gazetga bosganda so'zdan adashma. Uzhid.com